Tarix yo'nalishi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bizni Buxoro innovatsiyalar universitetimizda tarix, mamlakatlar va mintaqalar yo'nalishlar bo'yicha ta'lim yo'nalishimiz mavjud. Ta'lim yo'nalishida tahsil oluvchilar uchun kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllari mavjud. Demak, kunduzgi ta'limda tahsil oluvchi talabalarimiz uchun kontrakt summasi 15 millionni, sirtqi ta'lim shaklida ta'lim oluvchi talabalarimiz uchun esa kontrakt summamiz 10 millionni tashkil etadi. Tarix ta'limi yo'nalishini yoki bitirgan talabalar qanaqa sohalarda faoliyat olib boradi degan savol hozirgi kunlarda yoshlarda qiziqish uyg'otadi. Ta'lim yo'nalishini tugatgan yoshlar birinchi navbatda umumta'lim maktablarida tarix fan o'qituvchisi bo'lib ishlab biladi. Endi bizning yo'nalishimiz bo'yicha biz O'zbekiston tarixi, jahon tarixi fanlaridan dars bera oladi. Undan tashqari ichki ishlar xodimi sifatida faoliyat olib borishlari, yana davlat xavfsizlik xizmatida yoki bo'lmasa agar Milliy gvardiya tizimida ham faoliyat